İkinci bölüm taharet ve namaz. Taharet ve onun sırları, namaz ve onunla dair işler. Bilgin ki taharet pakizlanışının mertebesi töttür. Birinci, taşqi bedenni maddi, manevi kirler ve artıqçı narsalardan pakizlaş. İkinci, her qaysi azalarni günah ma'siyatlardan pakizlash. Üçüncü, qalbni nachar huylardan ve bizar qilg'uchi ayiblardan pakizlash. Dördüncü, iç dünyani Allah Taaladan başqasıdan pakizlash. Mana bu pakizlikning eng yuqori darajasidir. Aql parasiti kuchli kishilar ushbu darajaga yetadi. Parasitsiz kishi tahorat martabalaridan faqat birinchi martabani tushundi. Sen undaq kishini qimmatlik vaqtning ko'pinchisini komil istinjo va kiyimlarini favqulodda pokiz yuvish bilan zoya qilgan holda ko'rasan. Undaqla vasvasi giribdor va ilmsizligidan talab qilingan tahoratni faqat shuningdilla iborat deb qoladi va butun vaqtini qalbini poklash bilan o'tkazgan, tashqi qiyofatiga bek kuchmaydigan dastlabki musulmonlarning yo'lini bilmaydi. Darvaqa Umar ibn Xattob raziyallohu anhuning bir xristian ayolning sapal hijrida tahorat olganligini rivoyat qilindi. İlgirkiler qo'llaridagi yog' may yuqundilarini unchavala surtib ketmaydi. Silinchisiz daq yerida namoz o'qiydi. Yalang oyoq mang'atdi va tosh chalmalar bilan istinjo qilish bilan kifoyalanadi. Keyin ish hamoqatlikni pokizlik davoladigan bir qavmning qo'liga tushdi. Ularni ichki kibr, tamanna, nodonlik, riyo va munofiqlik kabi razillik, iflosliklar bilan to'lib tashqanligiga qaramay, ko'pincha vaqtlarini tashqi qiyofatini zinnatlashga sarf qilganligini ko'rasan. Agar ular chalmada istinjo qilgan, yalang oyoq yurgan, daq yerida namoz o'qigan yoki bir g'ayribning qochisida tahorat olgan bir kishini ko'rib qolsa, uni qattiq ayiblaydi, hatto undaqlarni mehnatga chiqarib hamdostixon bo'lmaydi. Qarmamsan, ular qandaqlarcha iymon jumlasidan bo'lmuş, bazazani, mehnatlik, pokizlikni galvangliq, yaxshi ishni yomon ishga o'zgartib etgan. Lekin kishi pokizlik uchun tishini poklasa, suv ishlatishda isrofchilik qilmasa va dinda suv ishlatishning cheki yo'qli demasa, uning bu ishi munkar ish emas, balki go'zal ishdir. Moddiy va ma'naviy kirlarni ahkomlar bilan bilishda fiqh kitoblariga murojaat qilinsin. Chunki bu kitobning maqsadi adablarni bayon qilishdir. Badandagi ortiq kirlar ikki turlikdir. Birinchi tur badan boshqa yig'ilib qolgan kir qasmoqlar. Bosh ko'zni yuyish, chashni tarash, tuzash va maylash, burun quloqlarni tozalash, og'izni misvaklash va chayqash, buz, ter va kuch qo'yning chang tuzanlaridan yig'ilib qolgan har qaysi uylarning kirlari va jimi badanning qasmoqlarini yuyib pokizlash mustahabdir. Hammomga kirish hech gunoh emas, chunki munchiq tushish bilan kirlar to'liq tozalanadi. Rasuli akramning sahobalaridanmi bir turkumlar hammomga kirgan edi. Lekin hammomga kiruvchi avridan obdan yepishi va hech kimga ko'rsatmasligi lozim. Hammomga kiruvchi hammomning taptidan jahannamning haroratini eslagay. Darvaqa mu'minning fikri hamisha dunyo ishlarida parvoz qilib turadi. Shunga hammomning taptini jahannam haroratiga qiyos qilish oxiratni eslatadi. Mu'minga hamon g'olib keldig'ini yana oxiratning g'imidir. Darvaqa qozonda nim bo'lsa, chumuchki shu chiqadi-da. Qara, agar hashamatlik bir qo'rug'i raqsatquchi, yig'ashchi, binokor va to'qimchi kira bo'lsa, raqchining qo'rug'idagi ko'rpa to'shakning qimmatini o'ylayotganligidi. To'qimchining raq bo'zlarning nafsligiga, yig'achchining to'rus beshayvonga va binokorning tomlariga qaravotganligini ko'rasan. Shuningdek mu'min agar qorong'ulikni ko'rsa, qabrning zulmatini, qo'rqinchlik ovoz anglasa, surning chilinishini, ne'matni ko'rsa, jannatning ne'matlarini va azobni ko'rsa, jahannam azobini eslaydi. Kun o'ltirishga yaqin va namoz sham bilan xubdan orasida munchiga kirish yaxshi ko'rilmaydi. Chunki bu shaytonlarning tarqalish vaqtidir. Ikkinchi tur, putqo'lning tirnoqlari, burut, qo'ltiq va avratlarning tuk mo'ylari qatorliq pat-pat ilindigan, qirqib tushirilish kerak bo'lgan kirlardir.
tahoratning qolgan martabalari, halokatga tashlovchi qilmishlar bilan halokatdan qutqizadigan amallar babida kelgusi inshaalloh. Muxtasar Minhajul Qasidin, İmam İbn Qudama al-Maqdisi. Pilalg'uchi doktor Abdulaziz Rahmatullah. Tarjim qilg'uchi Abdullah Abdulmajid. Nashr qilg'uchi Sajiya Islom tadqiqot markazi. Muharriri doktor Abdulaziz Rahmatullah A9. Korrektor Abduvali Abliz Muhammad Barat. Layihalaguchi A Aqhun. 2024 yılı 1. nəşri 1. qatım basilishi İstanbul. Nəşr huquqi Sajiya İslam tədqiqat mərkəziga təvə. Hər qandaq o'rin yoki shaxsning xohlagancha ko'paytib tarqatishiga ruxsat qilinmaydi.